أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Qarindoshlar o'ylab boqaylar. Shu narsani tasavvur qilib boqaylar. Dunyoda agarda bir qozini tasavvur qilsak, bu qozi 1000 hukmga fatvo beribdi. 1000 hukmga hukm chiqaribdi. 1000 hukmning ichida 5 hukmda xato hukm chiqaribdi-da. 995 ta to'g'ri chiqarib, 5 hukmda xato chiqarib qoldi. Ya bu xato chiqarib qolganda ham bu qasdlik emas, balki shu yilqi tasavvur jihatda xatolashib qolganligi yoki ma'lumotning kam bo'lganligi, ma'lumot jihatda oz ma'lumotga ega qilib, xato hukm chiqarib qoldi bir qozi. Buni tasavvur qilib boqaylik. Bu inson mushu qozi 995 hukmida to'g'ri chiqqan qozi inson zimin yuzidagi ahli ziminning har qandig'ining nazarida adolatli qozi hamdi bu. Hech kim buni adolatsiz qozi demaydi. Mutlaq adolatli qozi deb ataydi buni. Adolatli deb ataymiz. Bu insonning ishi bu. İnsanның hali bu qarindoshlar. Lekin Xaliqul bashar insonning yaratquchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning ishi bo'lsa, Allah hech bir ishida, Allohning har qanday bir ishida bir emas, yani bir tırnaqchilik, bir xatolik, bir nuqsonlik deydigan narsani topa olishimiz, sodir bo'lib qolishi million marra mumkin emas qarindosh. Hargiz va hargiz mumkin emas. Allohning ishida xatolik yuz berishi mumkin emas. Allohning barliq af'ali hammasi shuning uchun biz subhanalloh deymiz. Shuning uchun subhanalloh mutlaq pok Allah subhanahu taala. Poktur har qanday nuqsonlikdan mutlaq poktur Allah subhanahu taala. Har qanday narsadan munazzah poktur Allah subhanahu taala. Shuning uchun biz ana shu mutlaq iloh bo'lgan, ana shu mutlaq Robbimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bog'lana olsak, buningga ulashib, buning bilan ichiga bo'la olsak, buningga yeta olsak Robbimizga, biz uning kamoliy sifatlarini, kamoliy ilohiy bu sifatlarini o'zimizga o'zlashtiradigan, o'zimizda buning mevasini ko'radigan bo'lamiz qarindoshlar. Bizning shaxsiyatimizdagi İnsanlarning nazarini, insonlarning diqqatini eng chekadigan, eng tortadigan narsa nima? Biz Robbimizga bog'lanish bilan o'zimizni o'zlashtirgan, o'zimizning axloqiy yurish, turish, ish faoliyat so'zlarimizni o'zlashtirgan bu go'zal xususiyatlarimiz, go'zal axloqimiz insonlarning diqqatini eng tortadigan, eng diqqatini chekadigan narsa bu, boshqa narsa emas. Oyatga qaytamiz. Yuqorida biz so'zlab o'tgan oyatga qaytamiz qarindoshlar. Allah fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Bu oyatda shunday dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sen bizga bog'lanish bilan, bizga bog'lanish yo'li orqali qalbingda qaror olgan muhabbat bilan, qalbingda qaror olgan muhabbat, rahimdillik bilan ularga muloyim bo'lding deydi Alloh subhanahu taolo. Ularga muloyim bo'lib eding, ular atrofingga butunlay o'lashdi dedi. Ularga bunday muloyim bo'lding dedi. Andan keyin o'lashdi ulardan qachonqa. Agarda dal aksicha bizdan yiroq bo'lgan bo'lsang, bu vaqtda qalbing qasovat bilan to'lgan bo'ladi, qattiqlik bilan to'lgandan keyin tiling shunda qo'pol, qalbing qattiq bo'lgan bo'ladi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, ular atrofingdan albatta tarab ketgan bo'ladi dedi Alloh. Ulardan afu qilgan, ular uchun Alloh subhanahu va taoladan mag'firat tilagan va ishlarda ular bilan maslahatlashgan dedi. Bu oyatda qarindoshlar biz yuqoridagi oyatdan oladigan nihoyat inchki bir nuqta nima bu oyatni desak, bu oyatda shunday bir go'zal bir ishorat va qarindoshlar. Ya'ni ey payg'ambar dedi Alloh subhanahu taolo bu yerda. Ey payg'ambar,
Sen butkul mahluqatning sayyidisan. Barliq mahluqatning sayyidi. Aşu Habibul Haq bo'lgan Haq Taala Allohning habibi suyumlik do'sti, butkul payg'ambar mursalillarning eng kattisi bo'lgan Adam avlodining sayyidi bo'lgan olamlarning Robbining habibi bo'lgan sen bir payg'ambar, shu Sidratul Muntahaga yetgan payg'ambar chig'ingda vahiy berilgan, Qur'on berilgan, mo'jiza berilgan payg'ambar, agarda sen mushundoq ne'matlar berilib bo'lgandan keyin ham agarda sen fazdan g'alizan bo'lgan bo'lsang, qo'pol, noyat qalbi qattiq, qo'pol va qalbi qattiq bo'lgan bo'lsang, atrofingdan ular albatta torilib ketgan bo'ladi dedi Alloh. O'ylab boqaylik qarindoshlar. Sana shundoq ne'matlar berilgan turuqliq, yuqoridagi ne'matlarning hammasi. Shundoq bir payg'ambar turuqliq agarda qo'pol, qalbi qattiq bo'lgan bo'lsang, atrofingdagilar albatta tarab ketgan bo'ladi dedi Alloh subhanahu taolo. Agarda bu payg'ambarning holi bundoq bo'lsa, hech qanday mo'jizasi yo'q, vahiy nozil qilinmagan, hech qanday so'zlarda bayon, so'zlarda fasohat, so'zlarda ta'sirchanlik bo'lmagan odatdagi siz bizga o'xshash inson qanday bo'lmoqchi? Uning holi nima bo'lmoqchi qilmasa o'ylab boqaylik. Shuning uchun nima uchun qo'pollik qilamiz endi? Qo'pollik nima uchun? Kimki man amara bi ma'ruf falyakun amruhu bi ma'ruf degan bir so'z bor. Kimki yaxshilikqa buyursa, uning bu yaxshilikqa buyurgan amali bu ishi ham yaxshilik bilan bo'lsin deb. Oyatda deylik: "Fa idallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Oyatning beshida Alloh subhanahu va taolo yaxshilik bilan yomonlik o'xshay barobar bo'lmaydi. Idfa billati hiya ahsan. Sen yomonlikni yaxshilik bilan raddiya qaytarib, yomonlikqa ham, yomon ishqa ham yaxshilik bilan raddiya qaytargan deb kelib, agar shunday qilsang, fa idallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. O'ttiranda sen bilan o'ttiranda adovat bor, o'chmanlik bor kishi ham xuddi sening ajoyib yaqin sirdosh do'sting o'xshayib qoldi dedi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun qarindoshlar, da'vatning axloqi bilan, Alloh yo'liga da'vat qilishning axloqi bilan jihad axloqining o'ttirisi farq bor qarindoshlar. Bir da'vatchi agarda o'ttirda adovat bor bir kishiga ham shundoq yaqin do'stiga o'xshash, sirdosh do'stiga o'xshash muomala qilmasa da'vatda, u talab qilingan darajada emas u. Hargiz talab qilingan darajada emas degan narsani bildirmoqchi bizga. Shu jamiyatda shu qadar ko'p xatoliklar aralashib ketishlikki, bu yerda da'vat yana da'vat axloqi bilan jihad axloqining o'ttirisida nurg'unlagan bir-birisiga aralashtirib o'tish maydoniga keraklik. Aralashtirib o'tish maydoniga kerak. Allah fa'idallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim deydi. Da'vat axloqi haqida deylik. Da'vatning axloqi bu shaklda bo'lishi kerak. Nihoyat muloyim, go'zal shaklda bo'lishi kerakki, agar mana shunday qilsak, o'ttirmizda adovat bor kishi ham nihoyat sirdosh do'stimizga o'xshash, sirdosh do'stimga o'xshayib qoldi dedik. Jihadning axloqi shu: ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Ey payg'ambar, kafirlar va munofiqlar bilan jihad qilgan dedi. Va ularga qo'pollik qilgan dedi. Qo'pol muomala qilgan ularga. O'ylab qo'ying. Mana bu jihadning axloqi bu. Jihadda bundoq bo'lish kerak. Ammo eng cho'ng xatolik nima desa, jihadning axloqini da'vatning o'rnida ishlatib qilishimiz eng cho'ng xatolik, yuz berayotgan xatolik. Allah o'zining payg'ambariga ham "Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik" deyishlik. Agarda qo'pol, qalbi qattiq bu shaklda bo'lgan bo'lsa, atrofingdan albatta tarab ketgan bo'ladi dedi. Allohning ana shu ulug' payg'ambariga shunday deylik. Biz kim o qarindoshlar? Uni oldida biz nima? Shuning uchun biz da'vatlarimizni chuqum, nihoyat muloyim da'vatni da'vat shaklida, jihad shaklida bo'lishi kerak qarindoshlar. Bu nihoyat muhim bir mazmun. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى